ko'pchilikni tushunchasi bo'yicha bizni skuter va motorollar bilan shug'ullanadi deb o'ylashar ekan, lekin bizda asosan oldindan velosiped bilan shug'ullanib kelganimiz uchun hozir ham velosipedlarimiz, yosh bolalardan kattalargacha minadigan velosipedlarimiz bor. 12, 16, 20, keyin qolaversa kichkina velikda 3 oyoqliklari ham bor. Katta velikda gornelari, Ural velosipedlar, buqa veliklar hamma turidan bor. 12 lik razmerligi, 16 lik razmerligi, 20 lik razmerliklaridan bor. Xo'p, mana bu yoqda hali zapaslarimiz bor, terishga uspet qilmadik. Korobkada, paketda keladi bular. Xo'p, ularni ham hozir ko'rsatib o'tamiz. Bularni narxlariga keladigan bo'lsak, 12 lik 3 oyoqlik velosipedimiz 500 minggacha, 16 likligi 600 ming so'mgacha, 2 oyoqlikda 12 ligi 400 ming deyapmiz. Instagram kuzatuvchilariga yanada kelishtirib beramiz. Xo'p, 16 ligiga kelsak 400 ming so'm. Buni 380 minggacha va yanada kamroq qilib beramiz. Xo'p, 20 ligiga kelsak 500 ming so'm deyapmiz. Bundan ham o'tib kelishtirib beramiz. Xo'p, mana bunaqa yangi turdagi velosipedimiz noodatiy dizaynda bo'ladi. Ramalariga e'tibor beramiz. Juda ham mustahkam va chiqib tushishlarga juda ham qulay. Keyin tizza tirsak zashitniklari chiqqan va mana bunday zvonokchalari ham bor.